kostyumdagi qiz. Ismingiz nima? Ismim Zamira. Darsdan chiqib keting. Tushunmadim. Takrorlayapman. Darsdan chiqib keting. Men sizni boshqa darsimda ko'rishni istamayman. Qonunlar nima uchun bor? Qonunlar nimaga kerak? Jamoat tartibi uchun. Shaxsiy huquqlarni himoya qilish uchun. Hukumatga ishonish uchun, adolat uchun. Hozir kursdoshingizni chiqarib yuborganimda hech kim indamadi. Hech biringiz nega unday qilganimni so'ramadingiz. Hozir siz 1000 soatlik ma'ruzani o'rnini bosuvchi bilimga ega bo'ldingiz. Xo'sh, nega indamadingiz? Nega do'stingizni chiqarib yuborganimda e'tiroz bildirmadingiz? Nega qarshilik qilmadingiz? Chunki men sizga adolatsizlik qilmadim. Sizga tegishli bo'lmadim. Sizga tegishli emas deb hisoblashingiz bu sizni halok qiladi. Chunki biz jamiyatda bir-birimiz bilan emas, yonma-yon yashaymiz. Bir kuni kelib sizga ham adolatsizlik bo'ladi. Shunda boshqalar ham xuddi sizday jim bo'ladi. Bu menga tegishli emas deb o'ylashingiz bu adolatsizlikni davom ettiradi. Har kuni kechqurun uyga boramiz. Bugun bizga hech narsa bo'lmaganidan, hech qanday adolatsizlik bo'lmaganidan xursand bo'lamiz. Lekin har kuni biznesda, sportda, ta'limda, fanda adolatsizliklar bo'ladi. Haqsizliklar bo'ladi. Lekin biz bir-birimiz uchun kurashmasak, adolat va haqiqat yoziladi. Adolat va haqiqat bu bizda, barchamizda, birgalikda. Biz alohida mavjud emasmiz. Biz birgalikda mavjudmiz. Biz birga bormiz. Gapiring. Agar do'stingizda adolatsizlik bo'lsa, bunga siz ham mas'ulsiz.